O'rtoqlar, qalaysizlar? Sizlar bilan men, yana Abbos. Ikkinchi videomda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Kechagi videoda ozgina progressga erishdik birinchi kunda. Endi bugun ikkinchi kunda boshlaymiz. Ikkinchi kunda boshlash uchun birinchi o'rinda salgina qo'llarimizni, oyoqlarimizni qizdirib olishdan boshlashimiz kerak. Chunki kecha ko'rgan bo'salaring ozgina jarohat oldim. O'shaning uchun birinchi o'rinda hamma qilmoqchi bo'lganlar birinchi oyoqni, qo'llarni birinchi qizdirib olishlari kerak bo'ladi. Mana hamma tomonlarni qizdirib oldik. Endi kecha kiygan joyimizdan davom ettirishni boshlaymiz. Sal toshib ko'ramiz. Yaxshi. Yaxshi. Shunaqa davom etamiz. Endi mana bunaqasiga bitta otib ko'ramiz. Yaxshi. Qayta salto otib uramiz. Oyoqni ko'tarib. Yaxshi. Endi qo'lga iloji boricha suyanmasdan. Yaxshi. Yaxshi. Endi o'zimni bir otib ko'ramiz. Yaxshi. Yaxshi. Endi oyoqni iloji boricha ko'tarib ko'rishga harakat qilish kerak. Yaxshi. Ya. O'zgarish bor. Yaxshi. Yaxshi. Sezyapsizlar, ha? Borgan sari progressdamiz. Shoshilmaymiz. Boya o'zimcha orqaga qo'lim bilan bir sal toshib ko'rsam ekan degandim, yo'q. Bugun bor yo'q ikkinchi kun. Hech qayerda jarohatlanmashimiz kerak, chunki agar bitta jarohat oladigan bo'lsa, shu bilan yana odam qo'rqib qoladi. Keyingi steplarga o'tishga. Qani yana o'tamiz. Endi tepaga sakrab nimani sinab ko'ramiz. Sakrashimiz kerak. O'zim videomni ko'rdim. O'zimdan o'zim salgina uyaldim, chunki juda ham kalta kiygan ekanman. Avratim juda ham ochilgan ekan. Shuning uchun hozir aybga buyurmaysizlar, chunki men uni nima uchun kiygandim? O'zimni qulayroq his qilishim uchun. Men hozir juda ham ko'p harakatdaman. Tez nima bo'lyapti? Oyoq qo'lim juda ham o'zimga xohlaganda ishlashi uchun shu juda ham kalta shortiklarni kiygandim. Hozir o'zimni o'zim uyaldim, to'g'risi. Shuning uchun yechib, mayli noqulay bo'lsa ham, mayli bir kun keyinroq vaqt ketsa ham, avratimni ko'rsatmaslikka va iloji boricha yopqinroq kiyinishga harakat qilaman. Demak, boshlaymiz yana. Endi orqaga ochishimiz kerak o'zimizni. Orqaga ochishimiz uchun birinchi navbatda mana bunday qilib nima qilishimiz kerak. Shuna qilib o'zimizda qulayroq his qilganimizgacha
Shuni davom etkazishimiz kerak. Buning uchun hozir bir tomondan otib qo'yaveramiz. Boshimizni bunaqa teparoq ko'tarib, yonboshga emas, tepaga otishga harakat qilamiz. Qani. Yaxshi. Jarohat olmadim. Xavotir olmanglar. Jarohat olmadim. Sag'ina qo'lim qayrildi, lekin yaxshi. Boya qizdirish mashqlarini qilgandik-ku. O'sha yordam berdi menimcha. Jarohat olmadim. Endi boshni tepaga ko'tarib yana. Boshlandi. Yaxshi. Qani, ko'ramiz. Bu videoni ham albatta qo'yaman. Albatta ko'rasizlar nima bo'lganini. Chunki sizlar bu xatolarni qaytarmasliklaring kerak. Qayerda xato qilyapman? Qanaqa bo'lyapti? Hammasini qo'yib boraman albatta. Men hozir mana bu yoqlarni endi yig'ishtirib qo'yishga qaror qildim. Chunki mana bu qirralar juda ham xavfli hisoblanadi. Boya ko'rganlaringdek, endi nima qilyapman, sezyapman. Mana shu narsalar sizlarga yordam beradi degan umiddaman, chunki men qilgan xatolarni agar sizlar qilmoqchi bo'lsalaring, kelajakda men misol uchun salto ochmoqchi bo'lsalaring, mana shu xatolarni qilmaysizlar degan umiddaman. O'shaning uchun hozir bular hammasini yig'ishtiramiz. Faqatgina bizga bitta matras kerak bo'ladi xolos. Bo'ldi. Hamma tomonni yig'ishtirib, hamma tomonni tashqariga chiqarib tashlayman xonadan.